Feyaning oddiy sotuv tortlari bozor tortlaridan qanday farq qiladi? Ko'ramiz. Feyaning oddiy sotuv tortlari birinchi o'rinda dizayni bilan farq qiladi. Chunki kundalik sotuv tortlarimiz ham xuddi buyurtmaga tayyorlangandek bezatiladi. Oddiy sotuv tortlarimizda ham 3 qavat prosloyka qilinadi va har bir qavatida nachinkasi bor. Ha aytgancha, tortimizning balandligi va hajmini hisobiga ko'pchilikka bemalol yetkazsangiz bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, Feyadan oddiygina sotuv tortini olganingizda, siz ko'chadan yo'l-yo'lakay sotib olingan oddiy tortni emas, balki vaqt va mehr sarflangan go'zallikni xarid qilasiz. Bu bilan siz o'z yaqiningizga shunchaki tort emas, balki mehrli vaqtingizni hadya qilasiz. Feya sizning vaqtingizni va naqdingizni tejaydi.